is a match day. Shuni aytinglar. Ikkinchisi dribling o'ynash kerak. Beybiga futbol o'ynamaydi, shundaymi? Nima qilish kerak? Hujum qilish kerak. Hamma chiqish kerak. Sizga ham yaqin to'pni olishga. Mana bunday joyga qara. Bundan o't. Ko'rabsan? Qo'lini qara qanday kitob bor. Sen qo'ling mana oldinga. Shundaymi? Mayli, agar variantlar bo'lmaydi. Story aytgan uchun men makaronlaring uchun motivatsiya zo'r sunnat uchun sunnat har bitta urgan golimga 50 mingdan naqd pul beraman. 50 ming. Nechta urasan? To'rtta. Cashback. Hat-trick. Oqimlaylar o. Anvar. Sunnatga sunnat. Bular hamma har hafta kimlarga beriladi? Davay, baxtga. Diplom ko'rsat. Ha, diplomni ko'rsatishlar. 8-marta yangi zo'r sovg'a olding. Ha. Menga berasan? Barcha ayollarni 8-mart bilan tabriklayman. Nechtasi ayolga bag'ishlading? Cho'nya. Mana motivatsiya mana bu bo'ladi. Mana orqadagi urtigan bolaga men har bitta urgan goliga 50 ming pul beraman dedim. Agar gol olsa, zaminadan tushib 3 ta gol urdi. Necha pul berishim kerak? 150. Mana 150 ming so'm. Bu boshlanish, xudo xohlasa. Gollar ko'payaveradi, motivatsiya ham ko'payaveradi. Radnoylar charchamanglar. Hamisha sportchilar bilan bo'lsin.